Sergeli betonga sokin makonda yonida voyennilar, ya'ni harbiylar uchun qurilgan 5 etажkali novostroyga g'ishli, planirovkasi o'ta chiroyli bo'lgan, shunda ko'chib kirishga tayyor bo'lgan kvartiramiz chiqdi. Skvozniy planirovka, 4 xona, kadastrda 125 u 42, ya'ni 125,5 kvadratli kvartirani arzon narxda kanalida 64.900 dollarga arzon qilib beramiz. Bu taxminan 519 dollardan aylanadi. Kadastr hujjatlari tayyor, mana ko'rishlaringiz mumkin. Umumiy foydali maydoni 125 u 42. Hujjatlar, kadastrlari tayyor. Kalit notariusning o'zida beriladi. Bu juda zo'r variant. 64.900 dollarga arzon qilib beramiz. Padiz padizdan boshlaydigan bo'lsak, mana ko'rishlaringiz mumkin. Baquvvat qurilgan zinalar. Padizda 3 ta xonadon bor. Padizda o'zi ham keng. Bu yerda 3 xonalilar, adashmasam, to'g'ridagi 3 xona, chap qo'ldagi 3 xona yoki 2 xona bo'lishi kerak. Mana kirganimizda katta prixoshka. Planirovka juda chiroyli ekan, g'ishli dom. Bu yerda kattakon zal, mana birinchi o'pishib tanishtiramiz. Bu yerda oshxonasi, bu yerda ikkinchi xona, bu yerda sanuzillar, dush, hojatxona, bu yerda 3 va 4 xonadonlardan iborat. Odatda biz ko'rgan kvartiralarda bu prixoshkaga ham ugolok divan qo'yib, stol qo'yib, choy ichib o'tiradigan, televizor osib, bemalol choy ichib o'tiradigan, oilaviy o'tiradigan joylar qilib qo'yishadi. Unumli foydalanish, katta-katta shikatlar shu yerga ketadi. Chapdan kirganimizda, padizdan kirganimizda chap qo'lda birinchi kattagon zali. Men zaliga juda besh ketdim, to'g'risi. Endi bitta maydora 15 vatli lampochka qo'yib qo'ygan ekan, o'shaning uchun sal qorong'iroq ko'rsatilyapti. Buni bemalol misol bir uyga kelin tushiradiganlar, o'g'il bola, qiz bolalar alohida tursin deydiganlar, xona ko'pchilik bo'lgan o'zbeklar buni 2 xona qilib foydalanishadi. Ya'ni mana shu yerdan devor tortishadi, bu yerga birinchi eshik, bu yoqqa devor, bu yoqqa ikkinchi eshik, ya'ni 2 xona sifatida foydalanadi. O'zbeklarda bu Toshkentda udvoyniy zal deyiladi ruschasiga. Endi kattagon zallar shunaqa ataydi, nima uchun unaqa atalishini bilmayman. Emulsiya qilib qo'yilgan, ya'ni guz remont deyiladi. Shuni ko'chib kirib yashashga, bu voyennilar uchun qurilgan g'ishli dom. Mana 2 ta derazasi bor. Kunduz kun endi kechasi syomka qildik. Kunduz kun kelganimizda xonalar juda yorug' bo'ladi. Undan o'tganimizda oshxonasi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Gazda ovqat qilinadi, gazda isitiladi xonadonlar. Do'xtirning mana Robella firmasidan katyollar qo'yib qo'yilgan, sovuq suv, issiq suv, sovuq suv, gaz, elektr kelib turibdi. Qo'shnilar ko'chib kirib yashab yotishibdi. 125 kvadrat. Bu yerga gaz plita olasizlar, taxminan 150-200 dollarga yangilari. Kuxna mebel esitasizlar, o'zlaringiz sablaringizga qarab. Xohlasalaringiz bemalol stol qo'yib, choy ichib o'tiradigan joylar qilsa bo'ladi. Xonaning kattaligi bemalol bo'ladi. Bu yerda taxminan 1.20 ga 3 metrlik balkoni bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Endi lampochkasi yo'q ekan, shuning uchun sal qorong'iroq bo'lishi mumkin. Xo'p, undan o'tganimizda navbatdagi ikkinchi xonasi, otalar yotoqxonasi qilib qo'ysa bo'ladi bemalol. Endi bu mana radiatorlari 9 talik ekan, har bittasi taxminan 10 dollar, 12 dollardan edi, adashmasam. Skvozniy planirovka eng zo'r tarafi yozda konditsioner kam kerak bo'ladi. Ya'ni shamol aylanishi juda yaxshi. Bu tarafda jami hisoblasangiz 4 ta deraza, bu yerda 2 ta deraza, jami 6 ta derazasi bor. Bu yerda mana sanuzillari alohida kirib ko'rsatishingiz mumkin. Chap qo'lda mana steralka uchun joylar tashlab ketilgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bunaqa rozetkalar tashlab ketilgan, suvlar uchun joylar tashlab ketilgan. Undan o'tganda bu yerda hojatxonasi, mana hojatxonasi ham alohida qo'l yuvadigan joylar bor ekan. Nisbatan boshqa 9 etажkalarga nisbatan kengroq. Bu ham baribir afzalligi, uy sotib olmayotganda. Bu 3-xonasi. Bemalol kelinga joylashtirsalaringiz bo'ladi yoki o'g'il bolalar alohida, qiz bolalar alohida uchun ham juda zo'r variant. Bu oxirgi 4-xonasi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Keng va yorug', aksariyat maydon 2 xonali
uylarda ko'rganimizda Novostroykalarda zalining o'zi mana shunaqa xona kattaligida bo'ladi. Salgina eniga endiroq demasangiz shunaqa kattalikda bo'ladi. Hovlisini ko'rishlaringiz mumkin. Hovlisini yana ko'rsatamiz. Mana qorong'i bo'lganligi uchun mana ko'rishlaringiz mumkin, qo'shnilar ko'chib kirib yashab yotishibdi. Kechasi bo'lganligi uchun telefonimiz kamerasi baribir yaxshi ola olmaydi. Hovlisini ham yana kunduz kuni quyosh botishdan oldinroq olib qo'ygan kadrimiz borligini qo'yib ketamiz. Kvartira faqat naqdga sotilyapti. 1-aprelgacha iloji bo'lsa isbit ulgurib qolingizlar. Hozir chunki 1-apreldan keyin nima bo'lishi noma'lum. Juda ko'pchilik uy olish vasvasasiga tushgan. Bu to'g'ri qaror o'zimning hisobim bo'yicha, chunki o'zgarishlar paytida narx-navoga ta'sir qiladi, odatda ko'tariladi. O'zimning fikrim shaxsan bu ham uyning ko'tarilishiga sababchi bo'ladi deb o'ylayman. Hujjatlari hammasi joyida, propiskada hech kim yo'q. Kalitni notariusning o'zida olasiz. Faqat naqdga sotiladi. Ipoteka, subsidiya, kreditlarga berilmaydi. Faqat naqdga $64,900, $519 dan aylanyapti. Bu voyennilar uchun qaytaramiz. Maxsus qurilgan, yonida voyenniy chas bor. Maktab yonida sokin makon loyihasida 47 ta dom qurilyapti. O'rtada bitta ariq ajratib turadi. Ustiga ko'prik ochilib, qo'shib yuboriladi. Ya'ni maktab, bog'cha alohida quriladi. Bu yoqda yangi kvartal tushunyapti. Lokatsiyasini tushuntiradigan bo'lsak, Chilonzor liniyasining oxirgi Chinor metro bekati var, 5-metro bekat deyiladi. O'shanda tushganingizda 10 qo'lga 4 ostanovka yurilganda keladigan joylar. Bu internetlarda endi qo'yilib boshlandi. Yonimizda kvartiralar bor ekan. 3 xona 108 kvadrat 5-etajdan yevro remont qilib qo'ygan ekan. $85,000 so'rab turgan ekan. Uni o'tganda nomerni qo'ya olmadik, voyennilar bo'lgani uchun bezovta qilishlari mumkin deb o'ylab, kelganlaringizda bemalol tekshirib ko'rsalaringiz bilan banner osib qo'yganlar. Yonida xuddi shunaqa ghost remontligini 108 kvadrat ekan, $75,000 so'rab turgan ekanlar. Kelishtirib beraman dedilar. Bizniki 4 xona 125,5 kvadrat $64,900. Ustida ozgina o'tib beradigan joylari bor. Kvartiramiz 5-etajda joylashgan, 5 etajli domda. Hozir lift qo'yiladi degan mish-mish bor. Anaqada tepada maslahat bo'lyapti, ovozga qo'yilgan, yaxshi ovoz to'planilyapti. Xudo xolasa yaxshi o'tilib qolamiz, 5 etajli domlarda ham O'zbekiston bo'yicha qo'yilish ehtimoli bor, xudo xolasa. Shunaqa biz yangiliklarda eshitganmiz. Yonidagi sokin makon loyihasida 16-etajda narx-navolar surishtirsalaringiz 10 million plus deb turibdi. Har pastki etajga 3 etajda narx-navolari o'sib ketaveradi, odatda 1 milliondan. Surishtirib ko'rsalaringiz bo'ladi, yana kutadigan joylaringiz bor. Kamida 6 oy, 8 oy atrofida kutasizlar taxminan. Bu tayyor kvartira $519 dan 5 etajga Novostroy ekan, 5-etajida. Ulgurib qoling, pastdan nomerga aloqa chiqarasizlar. Faqat naqdga sotiladi. Birlamchi, ikkilamchi ipoteka subsidiyalarga berilmaydi. Shunday ko'rasiz, zaklarni berasiz, notariusga borasiz, pul sanaysiz, kalsiraz olib ko'chib kirib yashayverasizlar. Uy tayyor turibdi. Lokatsiyasi juda yaxshi joyga aylanyapti bu yerlar. Sababi farmatsevtika instituti qurilyapti. Bu yoqda bilasizlar, Surum degan joyda Yaponiya, Saudiya bilan O'zbekiston birgalikda hamkorlikda Markaziy Osiyoda bitta bo'ladigan juda katta aeroport qurilishi boshlangan. U boshlangandan keyin infratuzilma bu atrofga shahar kengayishni boshlanadi. Bu sal turib shaharga o'tib ketadigan joylar bor, ehtimoli juda katta. Bu maktab, unaqa katta-katta institut tashkilotlar kelavergandan keyin, Yangi O'zbekiston o'zi ishga tushgandan keyin bu yerlar shaharda tepa o'rtasi bo'lib qoladi, xudo xolasa sal turib yaqin kelajakda. Lokatsiyasi juda yaxshi joyda, havosi toza joyda. Mana shu Chilonzor yo'nalishidagi oxirgi metro bekat, o'shandan tushib 10 qo'lga bir taxminan 4 ostanovkalik yo'lda mana betonka bor. To'g'ri Food City'ga qarab ketiladi. Mana betonkadan salgina kirganda, bu yerda sokin makon loyihasida 47 ta dom tushyapti, naqd 47 ta. O'shani bitta ariq ajratib turadi. O'shandan o'rtasiga ko'prik quriladi deyilgan endi. Maktab, bog'cha mana shu kvartalda ichida bo'ladi, yangi kvartal tushyapti. Bu atrofda mana qurilgan domlar soni. Qatorasiga yana qurilishlar davom etyapti. Bu yerda voyenniy chaslar bor. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin mana. Hudud tomonidan hozircha Zangiota tumaniga kiradi.
Domimizni tashqi fasadini ko'rishlaringiz mumkin. 5 etажkali, g'ishtli, baquvvat qurilgan domlar. Kadastri yaqinda chiqdi buni. Hovlisida mashina qo'yish uchun joylar yetarlicha, detskiy ploshatka, mana besitkalari bor, daraxtlar ekilgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Domlar kam. Hozir shaharda o'zi yerlarda narxi juda qimmat bo'lib ketganligiga quruvchilar ozgina yerdan maksimum tarzda foyda olish uchun, xarajatlarni kamaytirish uchun 16 etaj, 20 etajgacha quryapti. 12 etaj ham o'zi kam quriladi bo'lib qoldi. Minimum 16 bo'lib qoldi. Shuning uchun 5 etaj u juda yaxshi hisoblanadi, odam kamchilik bo'ladi. Yonimizda mana voyenniy chas bor, maktab, bog'cha, yonidagi yangi anaqa Landhaus domlarida Sokin makon loyihasida maktab qurilyapti, o'sha yerga boriladi. Maktab ham, bog'cha ham qurilyapti, xudo xolasa. Qurilish boshlangan. Bizdan uzoqlashmang, arzon variantlarni o'tkazib bermas uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.